Assalomu alaykum hurmatli muxlislar. Bugun 3-dekabr haftaning chorshanba kuni 2025-yil Boboshbek bozoridan ko'rsatamiz. Bozorda manzili Farg'ona viloyati Uchko'prik tumani Boboshbek qishlog'ida joylashgan. Haftaning chorshanba, yakshanba kuni bu bozor bo'ladi. Ertalab 5 ta boshlanadi, kunduzi 10 gacha bozor bo'ladi. Shuning uchun bozorga vaqtliroq kelaverasizlar. Bular narxi necha pul aka? Bularimiz nachosli. Nachoslik ekan. Qayerda ko'rsating, nachosligini ko'rsatib qo'ying. Nachos. Qalin nachosli narxi 120 ming so'm. Razmerlari 48 dan 54 gacha. Razmeri 48 dan 54 gacha ekan, narxi 120 ming so'm. Pachkadagi narximi yo donadagi narxi? Pachka narxi. Pachka narxi? Donaga 10 ming razisa qiladi. Ha, yaxshi. Donaga 130 ming. Zo'r. Necha xil rasvetkasi bor bularning? Hozircha bundan 5 xil bor. Hozircha 5 xil bor ekan. Xo'p, qoraga tortib ketadigan, tomnesini, shkalasvet, bardavoylar bor ekan. Boshqa toshi bor, mana. Buni boshqacha ranglari bor ekan. Boshqacha tosh. Toshi ham, rangi ham, ha, ranglari ham bor bunisidan. Bunisi 110 ming pachka. Bular 110 ming so'm ekan pachka narxi, donaga 120 ming so'm ekan. Razmeri o'sha 3 talik razmer. 4 talik. 4 talik. 50, 52, 54. Bo'yi ham 48, 50, 52 ekan. 54 ham bor ekan. 54. Bo'yi 1.5. Bo'yiga 1.5 ekan. Tizzaga tushar ekan. Bu xalat lozimmi, shunaqami? Xalat lozim. Yaxshi. Endi o'zlaring kesalarni biz qisqa qilib ko'rsatib ketyapmiz. Endi hali baribir oladigan odam yana ham bir kelib ko'rasizlar-da. Telegram xohlovchilar kelib, ko'rib olishlari. Navoda kelolmaymiz, borolmaymiz deganlarga dastavka xizmatimiz ham bor. Yaxshi. Nimami? Bular necha pul? Mana jelatkami bu? Bular kamzir bular. O'sha kamzir necha pul bu? Bular 35 ming so'mdan. Pachka 4 talik. Pachkalar 4 ta ekan, 35 ming so'mdan ekan. Donaga 40 ming so'mdan ekan. Razmeri? Razmeri 46, 48, 50, 52. 46, 48, 50, 52 ekan razmerlari. Donaga, pachkaga sotilaverar ekan. O'zlaring ishlab chiqaryapsizlarmi ha bularni? O'zimiz ishlab chiqarishimiz. Yaxshi. Mana o'zingizdan ko'rinib qo'ying, vaqa o'tib tursiz. Mana telefon nomeringizni aytib qo'yamiz. Nomeringiz necha aka? 91lik 097 55 55. Bo'ldimi shuni bitta nomeri? Shunga qilishaveradi. Telegram ham bor, Telegram kanalimiz bor. Yozsangiz kanalimizga qo'shib qo'yamiz. Dastavkamiz bor, O'zbekiston bo'ylab yetkazib beramiz. Xohlovchilar kelsin, kelalman degan odamga yetkazib beramiz. Yaxshi, dastavka ham bor ekan mana. Aloqaga chiqasizlar, ma'qul kelsa olaverasizlar-da. Bu Qo'qonda bozori bas. Bu Qo'qonda bozori bilan bu bozorning o'rtasida 10 kilometr, 11 kilometr yo'l masofasi bor. Shuni eslatib qo'yaylik, bu o'sha Uchko'prikda joylashgan bozor. Chorshanba, yakshanba kuni bozor bo'ladi. Yani kimdir videoni oxiridan ko'rishi ham mumkin-da. Ertalab hozirgi vaqtlarda mana dekabr, bugun mana 3-dekabr, chorshanba kuni bu video olinyapti. Ertalab 5 ta boshlanib, kunduzi 11 gacha bozor bo'lyapti.